Dasturimizni yana bir muhim xabar bilan davom ettiramiz. Kelgusi yil Turkiy davlatlar birgalikda fazoga sun'iy yo'ldosh uchirmoqchi. Mana bu uning prototipi. O'zbekiston, Qozog'iston, Ozarbayjon va Turkiya kosmik agentliklari tomonidan ishlab chiqilgan sun'iy yo'ldosh ilk bora Toshkentda namoyish qilindi. Endi Turkiy davlatlar nafaqat yerda, balki samoda ham birligini namoyish etadi. Bu Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar kosmik agentliklarining navbatdagi 5-yig'ilishida namoyish qilindi. Sun'iy yo'ldosh asosan Qozog'iston tomonidan ishlab chiqilmoqda. Biz bunda aytib o'tganimdek dvigatel qurilmasini ishlab chiqib integratsiya qilamiz ushbu sun'iy yo'ldoshga. Bundan tashqari Turkiya tomoni ham o'sha ma'lum bir tarkibiy qismlari dasturiy ta'minoti bo'yicha demak ishlayapti. Ozarbayjon tomoni ham o'sha uchirish bo'yicha o'zini demak hissasini qo'shish istagini bildirgan. Ushbu sun'iy yo'ldosh Turkiy davlatlariga nima berishi mumkin kelajakda? Bu kosmik suratlar taqdim etadi. O'sha bundan tadqiqotchilar, olimlar foydalansa bo'ladi o'zining tadqiqotlarida o'sha kosmik suratlardan. Yo'q, u internet bo'yicha emas. Internet bo'yicha emas, u telekommunikatsion sun'iy yo'ldosh hisoblanmaydi. Yerni masofadan zondlash, ya'ni kosmik suratlar taqdim etish mumkin. Taqdim etadi to'g'rirog'i, lekin telekommunikatsiya bo'yicha ishlamaydi. Ushbu sun'iy yo'ldoshni uchirish vaqti ham uzoq kuttirmaydi. Keyingi yilning o'zida barcha tayyorgarliklar yakuniga yetish kutilmoqda. Sun'iy yo'ldoshimizning tayyor bo'lishi 26-yil oxirigacha mo'ljallangan. Asosiy yig'ish ishlari Qozog'istonning Ostonada bo'lib o'tadi. O'zbekiston tarafi mana shu sun'iy yo'ldoshda bizni orbitani o'zgartiruvchi dvigatelni yasash bilan biz kirib boryapmiz. 26-yil oxirigacha sun'iy yo'ldoshni to'liq hamma shu sinov, yig'ish etaplardan o'tganimizdan keyin 27-yil o'rtalariga uchirish mo'ljallangan. Endi 27-yilga uchirish mo'ljallanganligi sababi u yerda bir qancha faqat sun'iy yo'ldoshdan emas, balki o'tda mana chistota masalalari bor. Bundan tashqari raketaga joy masalasi, uchirmoqchi bo'lgan davlatlar, uchirmoqchi bo'lgan yuklamalar juda ham ko'p. Shuning uchun bugungi kunda a'zo davlatlar birgalikda biz mana shu raketa bo'yicha bir qanaqadir to'xtamga kelib, kimni uchirish masalasi bo'yicha ko'rib chiqyapmiz. Bu loyihaning asosiy maqsadi bu bizani Turkiy davlatlarning texnologik salohiyatini ko'rsatib berish. So'nggi yillarda Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlari kosmik sohada ham muhim natijalarga erishdi. Jumladan Turkiya va Qozog'iston tomonidan yer kuzatuvi sun'iy yo'ldoshlari orbitaga chiqarildi. Ozarbayjon telekommunikatsiya yo'ldoshlari orqali xalqaro xizmatlar ko'rsatib kelmoqda. O'zbekistonda esa kosmik monitoring asosida yer va suv resurslarini boshqarish, ekologiya, geologiya hamda qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida tizimli ishlar olib borilmoqda. Oloyorxon Hasanov, Oxunjon Normurodov, Rahmon Zaripov ovozi informatsion dasturi uchun.